Ruhiy kayfiyat va psixikalik binormallik. Avtori doktor Mamtimin. Bizda insonning alisi ichida, hayvonning alisi teshida deydigan aqliy so'z bor. Bu deganlik hayvonning rangini va qanday hayvon ekanligini sirtqi ko'rinishiga qarabla belgili bo'ladi. Biroq bir insonning qanday bir inson ekanligini bilish uncha oson emas deganlik. Haqiqatdanmi insonning alisi ichida bo'lib, ba'zida bir insonning qanday bir inson ekanligini bilish uchun nihoyatda uzun vaqt ketadi. Bir insonning ro'yi holatini, kayfiyatini, mijoz xulqini, xarakterini, odamiyligini va xislatini kuzatish orqali u insonning qanday bir inson ekanligiga dastlabki qadamda ba'zi yakunlarni chiqarish mumkin. Ularning ichida insonlarning ro'yi holati va kayfiyatning insonlarning kundalik hayotiga bo'lgan ta'siri alayida cho'ng. İnsanlarning ro'yi holati va kayfiyati ularning his tuyg'u va sezimining ta'siriga uchraydigan bo'lib, u bir yil 4 faslga o'xshash o'zgarishchan bo'ladi. İnsanlar ba'zida xushal bo'lsa, ba'zida xafa bo'ladi. Ba'zida kulsa, ba'zida yig'laydi. Ba'zida hayajonlanib, o'zini tutolmay ketsa, ba'zida ochiqlanib, vaqirab ketadi. İnsanlarning ro'yi holati yoki kayfiyati garchi insonlarning odamiyligi, xislati, mijoz xulqi va xarakteridan farqli bo'lsa-mu, biroq bularning ta'siriga uchraydi. Ham chiroyiga oson ifodalanib chiqadi. Boshqalar oson uni kuzatalaydi. Shu sababdan insonlarning ro'yi holatining yoki kayfiyatining turaqliq yoki turaqliq emasligi bir insonning qanday bir inson ekanligiga, uning psixikasining normal yoki binormal, sog'lom yoki sog'lom emasligiga yakun chiqarishda bak cho'ng ahamiyatga ega. İnsanlardagi psixikalik binormallikqa aniq diagnoz qo'yish uncha oson emas. Uning ustiga psixikasida masala borlar normalda o'zida masala borligini hargiz e'tirof qilmaydi. Undan boshqa bir odamning psixikasida masala bor deb diagnoz qo'ygandan keyin uning kelgusi istiqboliga o'xshamaydigan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'g'achqa, doktorlarmi ularga undaq bir diagnozni qo'yishda alohida ehtiyot qiladi. Shu sababdan taraqqiy qilgan boy davlatlarda taxminan 42%, taraqqiy qilmagan kambag'al davlatlarda 80% psixikasi normal bo'lmagan insonlarga diagnoz qo'yilmaydi va yoki hech qanday davolash elib berilmaydi. Ular tamamen normal insonlar qatorida mashg'ulot elib bordi. Bundaq vaqtida diagnoz qo'yilmagan va vaqtida davolash elib berilmagan bir qism ro'yi kasal bemorlarning jamiyatga bo'lgan ziyni nihoyatda cho'ng bo'ladi. Shunga ularga bo'lgan tonishni yuqori ko'tarish va uning oldini olish bak muhim. Normalda insonlarning ro'yi holati yoki kayfiyatini kuzatish orqali ularning psixikasiga va ro'yi sog'lomligiga belgilik darajada yakun chiqarish mumkin. Ro'yi holati va kayfiyati turaqliq, aktiv bo'lgan insonlarning uyqusi yaxshi, tafakkuri ochiq, xizmat unumi yuqori bo'ladi. Ular odatda tamkin, salmoq, ochiq chiroy keladi. Bir ishqa hukm chiqarganda hissiyotga emas, balki paketga tayinadi. Ular odatda sovuqqon keladi. Oson tuyg'ulanmaydi, oson hayajonlanmaydi, oson ochiqlanmaydi, oson umidsizlanmaydi. Bir ishdan oson voz kechmaydi. Ular chidamliq, tirishchan, umidvor, pozitiv bo'lib, bundaq kishilar odatda kang qo'rsoq, mard bo'ladi.
qilgan so'zida turdi, vaqtga rioya qiladi, boshqalar bilan oson chiqisha oladi. Ruhiy holati va kayfiyati turaqsiz, passiv bo'lgan insonlarning uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Ular odatda hissiyotchan, tantak va talvi keladi. Oson hayajonlanib, oson kuladi, oson xafa bo'ladi, oson yig'laydi, oson ochiqlanadi, oson tushkunlashadi. Bir ishqa oson qiziqib, oson voz kechadi. Tafakkuri ochiq bo'lmaydi. Bir ishqa o'ylamayla oson qaror berdi, oson pushaymon qiladi. Savallikni har doim boshqalardan izlaydi. Bundaq insonlar odatda ishchitor, chidamas, yolg'onchi, so'zi turmas keladi. Cho'ng ish qila olmaydi, boshqalar bilan oson chiqisha olmaydi. Va yoki boshqalar bilan bo'lgan munosabati turaqsiz bo'ladi. Ko'ziga sig'maydigan odamlarni yomon ko'rdi. İnsanlar tövəndiki usullarını qo'llanish orqali o'zlarining ro'yi holatini va kayfiyatini tangshiyalishi mumkin. Birinchi, urug' tuqqan va yaqin do'stlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish. Ularga o'zining kayfiyatiga ta'sir qilgan yoki ko'nglining yerim bo'lishiga sabab bo'lgan ishlarni deyish. Ularning hissdoshligiga va yoki ko'ngil bo'lishiga erishish. Ikkinchi, qiyinchilik yo'liqqanda o'ziga bak cho'ng yuk qilib olmaslik. Yo'liqqan qiyinchilikni ahvolga qarab bir nechchiga bo'lib, avval kichik va yoki osondan boshlab qilish. Uchinchi, pushaymon qilish va yoki o'zini ayblashdan saqlanish. Pozitiv bo'lish, o'ziga tasalli berish. To'rtinchi, hozirlanadigan va ko'ngil ochadigan faoliyatlar bilan ko'proq shug'ullanish. Yaxshi ko'radigan kitoblarni o'qish, badan chiniqtirish, ta'tilga chiqish, sayohat qilish. 5. O'zini uyiga solib olmaslik. Sirtqa chiqib, saf havodan nafas olish, bozor yoki bog'cha aylanish, boshqalar bilan paranglashish. 6. Salbiy qarash va salbiy xiyollarni kalladan chiqarib tashlash yoki ularni unutib ketish. 7. Nima qila oladigan, nima qila olmaydiganlik to'g'risida realistik bo'lish. Muvaffaqiyatning bir kechada yuz bermaydiganligini yaxshi tonib yetish. 8. O'zini kamsitmaslik, o'ziga ishonish. 9. Muhim ishlarda aldirab tinab qaror chiqarmaslik, tamkin bo'lish, yaxshi o'ylanish, xato qaror chiqarib pushaymon qilishdan saqlanish. 10. Yetarlik uxlash, yaxshi orom olish. 11. Xayr-saxovatlik ishlarni qilish, yordamga ehtiyojli kishilarga yordam qilish. 12. Doktor yoki sog'lomlik maslahatchisi bilan ko'rishib, ularning fikrini anglash. Tugidi. 2018 yil 7 oyning 20 kuni New York.